Temirini shunday qayirib qo'ysanglar, qishda muzlarda yurganda umuman sirpantirmaydi bolajonlarni. Menga qaranglar. Sug'diyona degan qizinglar qani? Ammamman, opajon tinchlikmi? Ha, sizmisiz? Tinchlik emas. O'zi o'tgan safar bittasini ustidan 102 ga murojaat qilgandim. Endi siz ustingizdan yozaman. Voy, nima qildim mazka opajon? Nima qildingiz? 1-2-3 noyabr kunlari Leyli Kids do'konida juda ham katta chegirma ketyapti deb odamlarni to'playapsizmi? Ha, bo'ldi, bildim. Sizni jamoat tartibini buzdi deb ustingizdan yozaman. Bu yoqqa yuring, sizga gapim bor. Bu yoqqa keling. Yo, bu nima ahvol? Nima ahvol? Shunaqangi sifatli kamizonni ham 69 mingdan sotadimi? Kamida 30 mingdan sotganman, odamlar olgan. 9 mingdan ham sotadimi? Paypog'am hozir 10 mingdan qimmat. Yo, sizlarda kalla yo'q. Yo, shunaqangi sifatli Xitoy kurtkalarini ham 37 mingdan sotib foyda qilish mumkinmi? Qachon o'zinglarni o'ylaysizlar? Bunda bir foydaga chiqasizlarmi sizlar ham? Opajon, siz bunaqa ko'p asabiylashavermang. Mana shu turgan hamma Xitoy obuvlarimizni 65 ming so'mdan. Nimaga? Xalq maza qilsin. Xalqchi o'zani mumkindan ham maza qilib yotibdi. Endi siz mengachi ikkita ola bilan zubnoy pastani bonusiga qo'shib qo'ying. Nimaga? Kuygan odam o'zi biladi nimaganligini. Muzmi, nimadir kerak menga. Shunday achyapti bolam, ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam bo'ldi bolam.